99 koy pul bilan yeydigan, ichadigan, o'ynaydigan yana birini olib keldim Murtuqallar. Faqat 99 koy to'lab qo'ysizlar. Bo'shanlik kirib o'ynab, so'ynab, tans o'ynab, naqsh etib ketsanglar bo'ladi. Uni olib qolsa bir tajribani besib, 6 raqamni yo'llab, pulimni sirvatmay to'liq ko'rpagan bo'lsanglar. Ya'ni bo'shanlar jiq Murtuqallar ko'rpaqsanglar bo'ladi. Ma'vu hamda 25 odam patadigan bo'shan. Bu yaniki muhitini burun kirpaq qilib bilasizlar, burun bunaq emasdi. Hozir hamda o'zgartib, yoshlarg'imi, cho'nglarg'imi, o'ttir yoshlarg'imi, qizlarg'imi, o'g'illarg'imi mas qilgan holatda jangsholarni to'liq o'zgartib o'tibdi. Mayli bo'shanning ichidan bo'lsin, mayli sirtidan bo'lsin, hamma yana jangsholar to'liq o'zgaribdi. Shunda chiroyli qilib ketibdi. Mishakki tamoq yirgan do'stlarimiz 99 ko'yliq bir 90 bor. Men sizlarga hozir tushuntirib qo'yman. Ma 90 ga lekin yurak basmay qatnassanglar bermaymiz. Hamda havo issiq tutbardi o'zinglar bilasizlar, bu issiq havoda ko'dinglim ya kontiyo. Mushundaq salqin ya kirib, chilim bor buning ichida 5 tal pijo, 2 xil say. Mush oldimizdagi chilim bor, tamoq va ichimlik va mushu 90 ni 99 ga qilib qo'ydik. Endi bo'shanimni ko'dinglar ketdiyi shakllik bo'shan. Ketiviga bamsanglar mishak kirib 99 ko'ylar o'ltirib, tamoq yeb chiqarsanglar bo'ldi. Bu yer chiqqan tamoqning turimi jiq. Tamoqlari o'xshaydi. Mush tamoqni mash loban o'z quruydi jumonglar. Burun bo'shanlari bunda emas hozir o'zgartdi. Chiroyli qopdimi, chiroyli qopdi deganlar bir raqamini yo'llab qo'ygan bo'lsanglar. Undan keyin mami ketivi shakllik mana. Ko'dinglarmi? Mami ketivi shakllik ayrimxona. Undan boshqa yumuloq jo'zliq ayrimxona o'ltirsa qildi deb qolsanglar, mana unga kirsanglar yumuloq jo'zba. Yumuloq jo'zliq ayrimxona o'ltiramsizlar. Ketivi shakllik ayrimxona o'ltiramsizlar. Ayrimxonlar jiq. Uni olib qolsa, yurak besib ko'plab bir taqib qo'yinglar. Oltin qasr dapanchxonasindagi jangshosi o'zgarib, muhitning o'zgarib, bayam degandek mush yoshlarga, cho'nglarga, o'ttir yoshlarga mas qildigan jangshoda o'zgartirilganligini, mushtaq yaxshi faoliyatning borligini bilib qolsin. Burun hamda har xil yangilik tavsanlari bor, 99 ko'yliq, 100 necha ko'yliq, 200 necha ko'yliq. Hozirmi shu tavsan bor, dapanchi tavsan deymiz. Hamda ma o chilim tavsanni yangidan qaytibdi, chilim tavsanni ya. Mush tavsan lozimlim kasanglar bo'ldi, balak tamoq tavsan lozimlimi? O'zingizning ehtiyoji qarta mishakilib, ko'rib, anglab, tushunib topgandan keyin bo'rtib qo'ysanglar bo'ladi va. Ma 99 ko'yliq faoliyatga qatnashadigan vaqt qilib qolsa, Beijing vaqti 16 dan kech soat, Beijing vaqti 22 gacha shu oraliqda kelsanglar bo'ladi. Faoliyatning vaqti 6-oyning 4-kunisidan 6-oyning 11-kungacha faqat 7 kunlama. Hamda havo isib ketib shundaq bir chiroyli o'rinlar kirib, paranglashib, mondishib, so'ding ishini deyishib, tamoq yeb, uslaynab bir chiqsa qoldi degan do'stlar, oltin qasrga kelsanglar bo'ladi hamsa. Ya'niki aloqa qilish telefon nomeri 151 0997 0162 degan nomerga telefon qilish orqali o'rin zakaz qilib olsanglar bo'ladi. Yana adresini bir deb atay. To'qsonayimizdagi Dongchong joylashgan gaz qarash punktini bilasizlar. Chunki qarshi tarafida oltin qasr dapanchxonasi 2 qavatga chiqsanglar bo'ladi. Hamsa mapilim ko'plab taqib qo'yinglar. Oltin qasr dapanchxonasining ko'rgan xaridorlari bilib qolsin. Ondan keyin shu oltin qasr kip baxmagan do'stlarimizmi oltin qasr dapanchxonasidagi jangsho'sining o'zgarib, yo'p yangi holatga kelganligini bilib qolsin. Vaqlamsa, kelsan ko'rishlar. Xayr xo'sh.